musiki muqami parlaq Junxo madaniyat g'azinisidagi bebaho go'har. Emgakchan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql farostining jabri. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini muzik tili bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining muzika, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq muzika asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq muzika madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqomlarining tarixi uzun, orqa ko'rinishi keng va cho'ng. Muqomlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqomlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan bastikorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tomonidan ijod qilingan xalq muzikasi. Bu ketim asliga varislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqom, 360 ahang, 4492 misradan tarkiblangan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq baytlarini o'z ichiga oladi. Meningde güyayı kördü Güyayı kördü Vay yüzün evrine
yüzü vay gözümün yaşıdır yeryüzü verdi Yasemen buldu Sabah zulkunu tak etti Meğer halim hayalimde Sabah zulkunu tak etti meğer halim Meğer halim hayalimde yazıldı ey daha buldu örledi Erhamen buldu Eğer şiirin üçün Ferhat köken bulsa Nitan sekkaki hem canan ulunda caniken buldu Aya derdim Gülümde caniken buldu
çöllerin karasıyım, bu dünyanın vakasıyım. Bu ya hayran ne könlüm, bu ya hayran ne könlüm. Adem köyge kul hava, hay aşık Zahra.
oy derdime. Sabah zultunu tağ etti, meğer halim hıyalimde. Sabah zultunu tağ etti, meğer halim meğer halim hayalimde. Yazıldı ey daha buldu örnedi erhamen buldu. Eğer şiirin üçün Ferhat işkeken bulsa Ullagan bəstkarları, naxçıları və çalğıçıları tərəfindən icad qılınğan xalq musiqisi. Bu ketim əsliga varislik qilib qayta rətləngan, to'liqlangan, mukammalləşdirilgan 12 maqam, 360 ahang, 4492 misradan tərkib topgan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq beytlarini o'z ichiga oladi.
Tek rüyayı gördü Rüyayı gördü Vay yüzün evrine rozi Vay gözümün yaşı din yeryüzü verdi Yasmen buldu Uyghur 12 muqami Qarlaq Junqa madaniyat xazinesidagi bebaho go'har. Emgakchan, ijodchan Uyghur xalqining aql farosatining jabhiri. Uyghur hayotining hamma taraflarini muzik tili bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyghur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik ve turmuş muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining muzika, badiiy adabiyot ve usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq muzika asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq muzika madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyghur muqamlarının tarihi uzun, arx ko'rinishimi keng va cho'ng. Muqamlar Uyghur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqamlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyghur xalqining nurg'un Whoa.